O'zgidromet agentligi 10-iyul kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha O'zbekiston fuqarolari tezda soyabonlaringizni tayyorlang. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 10-iyul kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Navoiy viloyatida havo kechasi harorat 22-27 daraja, kunduz kunlari 37-42 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, havo bulutli bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyati respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo harorati kechasi 15-20 daraja, kunduz kunlari 25-30 daraja issiq bo'ladi. Ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgaruvchan kutiladi. Havo harorati kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 35-40 daraja issiq bo'ladi.